Oyijon, ayamlarga borib kelsam maylimi? Mayli, boring. Faqat shu dadajoningizdan bitta so'rab ko'raylik, xo'p? Dadasi! Hey, o'lgaring. Ichingiz keldimi? Chiqmaysizmi? Yo'q. Yo'q dedim katta. Ana ko'rdingiz, yo'q deyapti. Endi erkaklar uyda ustunida. Yo'qoling, boring, ishingizni qilavering. Xo'p. Bala bormi har 2 kunda birdan onasinikida? O'zar aka. O'zar aka. Ha! Yangi ketmonlaringizni berib turing. Hozir akangizdan bir so'ray, uyda erkagida. Dadasi qo'shni ketmon so'rab chiqdi. Yo'q. Yo'q demang, endi bitta qo'shniga ketmon dastan qizg'anmang endi ber. Yo'q. Yo'q deyaptilar, o'zlari ishlatar ekanlar. Ha, mayli. Mana ketmon sanga. O'g'lim, qayda yuribsan, a? Otang so'rayapti seni. Tez yetibki o'ldiradi seni. Dada, men keldim. Kelgan bo'lsang menga nima bo'lam? Kelasan-da uying bo'lgandan keyin kir uyga bolam. Zo'rg'a bosdim. Vajohatidan fil qo'rqayotdi. Onani yaratmasin ekan, bolam. O'rtalangda qolib ketdim kimday. Quyonqara bo'rga. Iltimos, meni yemang. Ikkita bolam bor. O'chiray sharmandalar. Otang ana yerda uxlolmay yotibdi. Ovozini o'chirsin dedi. Bilasan-a, otang jahli yomonligini. Erta aytib beradi o'zimni. Aytma ertak. Qancha xurrak otasiz, qanday uxlayapsiz shunaqa shovqinda? Yomon maza qilib uxlayapman. Anchadan beri bunday uxlamagandim. Nimaga uyutdingiz? Yoting. Uyutdingiz. Kelin, dadangiz aytayapti, kirlarni juda yomon yuvayotgan ekansiz. Yo'q, oyijon. Voy. Ana ishonmasangiz so'raymiz. Dadasi? Meni onam yaxshimi, yomonmi? Yomon. Juda yomon o'lsin. Ana, ko'rdingiz, yomon deyapti. Oyijon, kirlarni men Babida yuvganman. Babichi oq kirlarni oppoq qilib qo'yadi. Umuman dog' qoldirmaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Top-toza yuvadi. Ana shu top-toza qilib yuvayotganingiz menga dadangizga yoqmayapti. O'zing so'ra ruxsat beradi. Dadajon, o'tgan safar ayamkiga ruxsat bermadingiz. Bu safar enamkiga ruxsat berasizmi? Qiziq. Kim mendan so'radi? Men qachon ruxsat bermadim? Men doim za bo'lganman. Xohla ayazga keting, xohla enangizga keting. Men zaman. Ruxsat bermang! Berib bo'ldim. Shuncha qilganimni Onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsa. Lekin bu videoda xarakterli, haqiqatdan hayotda bor onalarni olib chiqqanmiz. Yaxshi ko'rib olib chiqqanmiz. Onalarimiz baxtimizga sog' bo'linglar. Bugun tomosha qilinglar. Zo'r kontent bo'ladi. Giroy chiqaryapmiz. Nima deydi? Yurtimizda shunaqangi giroy shakllantiryapmiz. Foyda opani. erkak kishini giro deydi. Geroyina. Ayol kishi geroyina. Geroyina deyishga qo'rqdim. Yomon. Xotam-chotam. Yaxki. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelib qolibsizda bir men o'zim o'shunchangizdan ko'rdim. Bo'ldi, ko'p gapirma, qara. Ha. Ertaga Anvar millionerni taniysan, a? Ha. Ana shunikida yubiley bo'lyapti. 60 yoshlik yubiley. Soat 11ga butun qishloqda aytasan. Ha, bo'ldi-da. Mendan minnatdor aytish. Hozir borib aytaman-da. Qoplaydi-da bu. Ertaga ani Anvar millionernikiga soat 11ga. Ani nima bo'pti? Savobi janozaga. Anvar millioner o'libdi. Bo'ldi, hozir moshin kelsin, boraman mana. Ha, yaxshi o'tiringlar. Boburjon, Ha, qanday? yaxshimisiz? Tinchlikmi? Amakingizniki nima bo'ldi? Nima bu? Tog'angiznikida nima deyapti? Kimniki? Anvar millionernikida. O'ldimi u? Ha. Xotam-chotam aytib yuribdi-ku. Voy. Nima dedi bu? Anvar millionernikiga savobi janozaga deyapti. Qo'y. Qo'y.
Tavba qildim astag'firulloh. Menga qara. Ha? Bu Anvar millioner dunyoga to'ymay ketdimi deyman-da. Nimaga? Qara o'zi turibdi. Qaragin mehmonlar kimlarga shu Ha, odam cho'tam. Beroki. Ay 70 yosh degani bir oyog'i u yoqda deganida. qo'shnini uyiga bordik, lekin qo'shnini ismi esidan chiqib qo'ysa. Jamol aka. Voy Jamol aka. Jamol aka. Hey Jamol aka. Qayoqqa? Futbolga. Aniq futbolgami? Bo'lsalaring, Abduqodirday bo'llaring. Bo'lmasalaring tinchirtaman, turib qollaring. Jirtaman. Belayam qo'lingizdan kelmaydi. Jirsangiz shu paytgacha jirtardingiz-da. Nimaga nima yo'q qildi bu? Hozir men ham fatality qilaman. Mana! Good ishlamayapti bu. Sizlar futbolga deb sega o'ynayapsizlarmi? Sub-Zero'ni fatalityni ko'rganmisizlar? Qanday bo'ldi? Bunday bo'ladi. Kana kutana kato. Kudana mas'ul. Tabii takana. Nima bu? Nima balo? Olov. Olov? Tug'ilgan kuniga Qirol zotiy oliylarining farmoni. Taklifnomani qaranglar. Tanlagan mehmon Dilmi sizni 26-aprel kuni bo'lib o'tadigan olov partiyaga taklif qiladi. Bu kechada biz boshqa davraga qaytamiz. Dilmini tug'ilgan kuni munosabati bilan o'tkaziladigan olov partiya ba'zimida qadimiy an'analar ruhi his qilasiz. Dilmi tug'ilgan kunini olov partiya qilib o'tkazyapti ekan. Sub-Zero'ni fatalityni ko'rganmisizlar? Qanday bo'ldi? Bunday bo'ladi. Ay! Ay!